Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 5 etajli domni 4-etajında 5 kanalli kvartirani video obzorini qilamiz. Amina do'kon orientirimiz bo'ladi. Shu yerdan giramiz, Jasmine Tortneldan aylanib telefon aytamiz. Do'stlar, adresini beramiz, mulk egasi bilan bog'laymiz. Narxini keladigan bo'lsak, dim ajoyib 5 kanalli yevro remontdan chiqqan do'stlar. Qani ketdik, ichkari qismini tanishib chiqamiz. Meng do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Eshiklarimiz zamonaviy, sifatli, utepленный eshiklar. Turetiskiy eshiklar do'stlar. Ichkari qismini tanishamiz. Like'larni bosib kuzatinglar. 100% под ключ holatda. To'g'ri kirib kelib yashab ketaverasizlar do'stlar. Gilamlarimiz ham ajoyib onlayni tanlab döşab qo'yibdilar. Divorlarimiz ham jemchug svetda ajoyib ishlangan. E'tibor berib vнимательно kuzatinglar. Eshiklarimiz ham nalishnik koronalar bilan do'stlar. Deganda bu yerda aynalarni o'rnatib qo'yibdilar. Isitish tizimlarimiz eng qimmatbaho, sifatli отопленияda o'rnatilgan registrlar bu yerda yana girish qismimizda. Do'stlar, bu 5 xonali kvartira bo'ladi. Girgandan chap tomonda spalnimiz. Bismillah deb birinchi xonamizdan boshlaymiz. Yana bir ham yarki dizaynda ishlangan, remontlari ajoyib. Ko'rishingiz mumkin. Jaluzi pardalar, isitish tizimi, gilamlar döşalgan, divorlarimiz ham shunga atachentov qilingan ekan. Endi zamon talabi hozir ko'p yerlarda abo'y qilmaydilar. Bu yerda rakovinamiz do'stlar, bu yerda vodopad plakatlarni qo'yib qo'ydilar. To'g'rida zalimiz, bu yerda bir katta xonamiz, bu yerda bir spalnimiz, bu yerda bir spalnimiz. Bu yerda yuvinish xonamiz do'stlar. Endi bu yerda hojatxonamiz, dalchi kuxnyamiz bo'ladi. Bir xonamiz bilan tanishdik, endi bu yerda yuvinish xonamizni ko'ringlar do'stlar. Bu yerda ham sharoit boy, suv, sovuq suvdan вообще muammosi yo'q. Girish eshiklari akvaplastik ramlari sifatlisidan o'rnatilgan do'stlar. Bu yerda yana bir spalni do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib lyustralarni ham taqib qo'yibdilar. Jaluzi perdalar, podokонниклari bilan akvaplastik ramlar, isitish tizimi, registrlar. Yurtdoshlar, kelinglar, ko'ringlar, savdolashib olinglar. Bu yerda yana bir spalnimiz, divorlarında даже dekorativni ishlangan, shuningdek vostochniy dizaynda lyustralari, do'stlar, patologlar ham ishlangan, döşalgan. Bu yerda ham shu gap, jaluzi parda, podokонник, akvaynalar, isitish tizimlari, nalishnik koronalar bilan eshiklarimiz do'stlar. Bu yerda zalimiz bo'ladi. Yani shunday ajoyib gilamlarni döşab qo'yibdilar do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas, like'ini bosib beringlar. Ipakdan ajoyib gilamlar, do'nadan yine kengligi ham hozirgi yarim bilan hovli joylarning zalidan qolishmaydi yurtdoshlar. Bu yerda ham shu gap, jaluzi parda, podokонник, akvayna, isitish tizimlari. Bu yerda zalimizda ikkala eshik qo'yilgan. Giramiz, katta zal. Verandaga qaragan ayna xotlari bor. Jaluzilar, katta lyustralar do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Gilamdan ham döşab qo'yibdilar. Shuning bir приятный xonadonimiz chiqdi. 5 xonasi bor do'stlar. 5. Kelinglar, olinglar. Rahmat deb qo'ysangizlar bo'ldi. Mulk egasi bilan bog'laymiz inshaalloh. Sotilishidan sababchi bo'lsak, ro'za oyida bir savob ish qilgan bo'lamiz, xursand bo'lamiz. Hojatxonasi beram shu. Asfalt qilingan, remont qilingan. Suv, svet, gazdan muammo yo'q do'stlar. Endi bu yerda bir mebellarni o'rnatib qo'yibdilar, bir usloviyasini az danishib boramiz. Gilamlar endi o'zini gilamlarini tashlab ketaman dedilar. Bu yerda suvni isitish qozonlari, suvni isitish tizimlari, aristonimiz bo'ladi. Bu yerda do'stlar, tushunib ko'ringlar. Отопленияmizni maqtab o'tdik. Aynan shu отопленияmiz qimmati eng zo'ri, shuni screenshot atib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. $700 turadi ekan do'stlar. Gazni o'chiruvchilar ham shu yerga o'rnatilgan. Bu yerda posudamolishimiz, gaz plitamiz, vычишкamiz do'stlar, polni ishlab turibdi. Gazi, suv, svetda muammo yo'q. Komplekt kuxonniy mebellar. Bu yerda topchan qilib qo'yibdilar. Aslından kladovishdan foydalansa bo'ladi. Uyimizning xonalari ko'p. Endi xonadonda bir odam soni ham ko'p bo'lsa, vajlarini ichida endi qo'ysa bo'ladi do'stlar. Jaluzi pardalar, akvaplastik ramlar, isitish tizimlari ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Maktabi, bog'chasi, gazi, suvi, sveti
muammosi yo'q, transportlari muammosi yo'q. Universitetlar ham yaqin, o'quv kurslari ham yaqin, bazarlar ham yaqin do'stlar. Kelinglar, ko'ringlar. Bir adım ham beri inshaalloh layklarni bosib berasizlar degan umiddaman. Ushbu xonadonimiz sotilishini yordam qilasizlar degan umiddamiz. Rahmat, bizani qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz. Inshaalloh sizlar ham duo qilib qo'yamiz. Ro'zadorlar, ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Arzu istagingizdagi imoratlarni Alloh yetirsin. Bizani sababchi qilsin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr.